maydonda bolajonlar bir dehqon boboning polizi bor ekan. Uning ikkili maydoni bor ekan. Bu maydonda har xil meva va sabzavotlar bo'lgan ekan. Lekin meva va sabzavotlar har kuni bir-biri bilan urushar ekan. Qani, ular nima deb suhbatlashib va nima deb bahslashishini sizlar bilan birgalikda bilib olamiz. Savatchada mo'ralar, qizil sariq ko'k olma aytishar mendan yeb qol, tugasam xafa bo'lma. Men zo'rman, mallakli momiq bo'z, asta chiqar qattiq bo'z, deyishar meni beg'i, devalar shoxi beg'i, men sendalar zo'rman. Maqolda ham yozarman, o'sha oltam hozir. Men sendan zo'rman. Maqtanma. Men sendan zo'rman. Men sizlarning olmangiz, xonligimda olmangiz, nardochiga oshchapsan, voy qornim deb qolmangiz. Men sendan zo'rman. Paxtagina. Paxtagina lo'qcha, taroqlarga do'qcha. O'zi oppoq. O'zi oppoq. Bir qarang. Bolajon. Suvsiz qolsam ozaman, men ham balak yozaman. Ichim to'la darmonda, yemaganlar aymonda. Men sendan ham zo'rman. Dumduvaloq bir qarang, ortiga o'shar biroz, ekin norda, narxla minatishar gilos. Men sendan ham zo'rman. Shoshmanglar, shoshmanglar. Har biringizning o'z foydangiz bor. Odamlar uchun o'z manfaatingiz bor. Sizlarsiz bizning kunimiz o'tmas. Sizlar berasizlar bizga barcha vitaminu, sovg'alar, bizni o'sishimizga yordamlar berasiz. Bolajonlarim, har biringizning o'z foydangiz bor ekan. Demak, sizlar ahil inoq bo'lib o'singlar. Bo'ldimi?